Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünlərlə qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Bu yıl Germaniya savdo sahasida Amerikaning Xitoyning o'rnini elishi mumkinligi haqida dokulat e'lon qilindi. Germaniya doiralari yangi dokulat e'lon qilib, Amerikaning 2024-yili Xitoyning o'rnini elib, Germaniyaning eng muhim savdo hamrohi bo'lib qolishi mumkinligini ilgari surdi. Fransiya Xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Germaniya Federativ savdo va mablag' selish organi oldingi shanba yangi tadqiqot doklati e'lon qilib, Xitoyning Germaniya bilan bo'lgan tashqi savdodagi asosliq o'rnining yimirilayotganligini, Germaniya Xitoy savdosining nachar bo'lishi asosligi Xitoy iqtisodining ojizligidan bo'lganligini, Xitoydagi uy mulk krizisi, Amerikaga munosabatlik geopolitikalik xatar va Xitoy sanoat mablag'ining ojiz bo'lishi qatorliqlarning bu xil yuzlanishga sabab bo'lganligini ilgari surgan. Tadqiqot dokulatida Germaniya shirkatlarining Xitoy bozoriga bo'lgan strategiyasini o'zgartganligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, bir tarafdan Germaniya savdogarlari mahsulot sotib olishda Xitoydan o'zini qochirgan bo'lsa, yana bir tarafdan texmo ko'p shirkatlar diqqatini yerlik bozorga markazlashtirgan. Bu ikki omil Germaniya Xitoy savdosini ojizlashtirgan. Germaniya Federativ savdo va mablag' selish organining mo'ljariga qaraganda, Germaniyaning Xitoy bilan bo'lgan import-eksporti bulturqidan 15% tövəllab 254 milyard yevroga tushib qolgan. Buningga selishtirganda Amerika iqtisodiy hayron qolarlik darajada taraqqiy qilgan. Agar bu yuzilnish 2024-yilda davom qilsa, Amerika Xitoyning o'rnini egallab Germaniyaning eng muhim tashqi savdo hamrohi bo'lib qoladi ekan. Bultur Germaniyaning Xitoydan import qilish nisbati zo'r darajada tövalligan bo'lib, oldingi yilga selishtirganda 19% ozligan. Ximiyalik mahsulotlarning importi 70% ozligan. Uningdan boshqa Germaniya Xitoydan uy jihozlari, to'qimachilik, kiyim-kechak va oyoqlarni ko'rinarli darajada oz import qilgan. Xitoy kunsiri kuchayayotgan iqtisod va nufus xirisiga duch kelmoqda. Xitoyning kunsiri kuchayayotgan iqtisod va nufus xirisiga duch kelganligi buning 2024-yilda davomlashayotganligi bildirildi. Janubiy Xitoy sahar pochtasining 29 yanvar xabar qilishicha, Xitoy bu yil iqtisodning kuchlik va sijil eshishini saqlashda misli ko'rilmagan xirisga duch kelgan. Bildirilishicha, mushu oyning 5-ida dokulat qilingan 2023-yillik ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati o'xshash mazgildagiga qaraganda 5.2% oshgan. Ukrainadagi uzunga so'zilgan urushning ta'siri va pul paxalligi yuqori bo'layotgan bir davrda Xitoyda to'qliq mashina bozori va sayohatchilikning ahvoli yaxshi bo'lgan. Ammo moliya organlari va analizchilar Xitoyning iqtisodiy ahvoliga ijobiy qaramagan. Fasllik iqtisodiy ahvoldan qaraganda Xitoydagi ish sur'ati 4-faslda harakatlantirgich kuchini yo'qotgan. Shuning bilan birga baho saviyasi eng tuvan darajada tushib, pul paxalligi besimini oshirgan. Natijada Xitoy iqtisodi o'tgan yilning oxirgi faslda ig'ir darajada tuvanlab ketgan. 你真的可能得帮他来走啊！你有人帮我打啊！Rossiya Xitoy tabiiy gaz liniyasi qurilishining kechiktirilishi mumkinligi ilgari surildi. Rossiyadan Mongoliya orqali Xitoyga tutashtirilmoqchi bo'lgan tabiiy gaz trubi yo'li qurilishining plandagidan kechiktirilishi mumkinligi bildirildi. Amerika ovozining 29 yanvar xabar qilishicha, Mongoliya bosh ministri Lousan Namsiray o'yin ardana pul muomala vaqtgisining ziyoratini qabul qilib, Rossiyadan Mongoliya orqali Xitoyga tutashtirilmoqchi bo'lgan Sibiriya kuchi 2 trubi yo'li qurilishining aslida bu yil boshlash planlanganligini, ammo navbatda bu qurilishning kechiktirilishi mumkinligini bildirgan.
Bildirilishicha, Rossiya hukumati Xitoyga tutishadigan yangi tabiiy gaz trubi yo'li qurib, Rossiyada ishlab chiqarilgan tabiiy gazni Rossiyaning shimolidan Mong'oliya orqali Xitoyga tutishni planlab kelgan. Plan bo'yicha gaz yetkazish miqdori yiliga taxminan 50 milliard kub metr bo'lib, Rossiya bilan Yevropa o'rtasidagi shimoliy iqin birga barobar ekan. Baltiq dengizining ostiga yotqizilgan shimoliy iqin 1 tabiiy gaz trubi yo'li 2022-yili bomba tashlanganligi sababli ishiltilishdan to'xtagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022-yili 2-oyda Ukrainaga tajovuz qilishga buyruq tushirgandan buyon Amerika va uning ittifoqdoshlari birlashib Rossiyaga ko'p qatim ig'ir iqtisodiy jazo yurgizgan. Natijada Rossiyaning energiya eksportiga qattiq cheklama qo'yilgan bo'lib, Moskva hukumati o'z navbatida yana Xitoy, Hindiston qatorliq davlatlarga e'tibor bahoda energiya eksportini oshirishga majbur bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya bilan Xitoy yangi tabiiy gaz trubi yo'li qurish planini muzokara qilishga boshlagan bo'lib, aslida Yevropa davlatlariga eksport qilingan tabiiy gazning bir qismini Xitoyga to'shimoqchi bo'lgan. Mong'oliya bosh ministri Lousan Namsaray o'yin Erdananing oshkorlashicha, garchi Xitoy va Rossiyaning bu turga bo'lgan qiziqishi kuchli bo'lsa-mu, ammo ular aloqador bir qism tafsilotlarda kelishim hosil qila olmagan. Sharq Janubiy Osiyo Allar ittifoqi Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatini muzokara qildi. Sharq Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari Laosda to'planib, Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatlari va Birmaning yangi vaziyatini muzokara qildi. Sharq Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining to'r betidagi bayonotida ittifoqning navbatchi raisligini bu yil 1-yanvar topshirib olgan Laosning sohibxonligida a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlarining yig'ilganligi bildirildi. Yig'inda Janubiy dengizdagi ixtiloflar, dengiz bexatarligi va Xitoyning harakatlari haqida o'zaro fikr almashtirgan tashqi ishlar ministrlari Birmaning navbatdagi vaziyatini muzokara qilgan. Indoneziya tashqi ishlar ministri Retno Marsudi Sharq Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining Birma uchun belgilangan 5 moddalik plan loyihasini asos qilish va'dasini qizg'in qarshi oladiganliklarini bildirdi. Aqchi nahiyasida yana kuchli yer davridi. Sharq Turkistonda yer davrash davomlashayotgan bo'lib, Aqchi nahiyasida yana kuchli yer davrigan. Xitoy yer davrashdan ma'lumot berish to'rining xabar qilishicha, 30-yanvar Urumchi vaqti soat 4:27 da Aqchi nahiyasida 5.7 bal yer davrigan. Davrash manbasining cho'nqurligi 10 kilometr bo'lgan. Aqsu, Qizilsuv, Qashqar qatorliq joylarda davrash his qilingan. Xabarda bildirilishicha, Tavrash markazining 20 kilometr doirasi ichida yezi bozori yo'q ekan. Tavrash markazining 50 kilometr doirasi ichida Aqchi bozori va Somtash yezisi bor ekan. Yer Tavrash markazining Aqchi nahiyasi bilan bo'lgan oraliqi 33 kilometr, Uchturpan nahiyasi bilan bo'lgan oraliqi 47 kilometr keladi ekan. Xitoy tashviqot organlari hozirgacha talafotga uchraganlar yoki uy o'rilib tushganlik xabari kelmaganligini bildirgan. Xitoy havo armiyasi Saudiya Arabistonga bordi. Xitoyning islom dunyosidagi ta'sirini kuchaytirish urinishlari davomlashayotgan bo'lib, Xitoy havo armiyasining uchish mahorati ko'rsatish atriti Saudiya Arabistonga yetib borgan. Xitoy havo armiyasining axborot bayonotchisi Sheping bayonot e'lon qilib, 29-yanvar tushdan burun Xitoy havo armiyasining 1-avgust uchish mahorati ko'rsatish atritidagi 40-10 nomli 7 mahorat ko'rsatish aeroplanining 4-fevraldan 8-fevralgacha o'tkazilgan Saudiya Arabiston xalqaro mudofaa ko'rgazmasiga qatnashish va uchish mahorati ko'rsatish uchun g'arbiy shimoldagi ma'lum aerodromdan Saudiya Arabistonning Riyodga qarab uchganligini bildirgan. Bu Xitoy havo armiyasining tunji qatim Saudiya Arabistonga berishi hisoblandi ekan. Yaqinqi yillardan beri Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, islom dini va musulmonlarga qaratilgan terror siyosatini yoshirish, inkor qilish uchun har qaysi davlatlarga, bo'libmi arab ellariga bo'lgan ta'sir doirasini kengaytib, ikkiyuzlamachilik harakatlarini kuchaytirmoqda. Xitoy bir tarafdan zo'r mablag' ajratib Sharq Turkiston haqida yolg'on tashviqotini kuchaytirsa, yana bir tarafdan islom ellaridagi har qaysi jamiyat va organlarni Sharq Turkistonda oldin tayyorlangan o'rinlarni ziyorat qildirish, aloqani kuchaytirish qatorliq usullar orqali aldashga tirishmoqda. Bayden Meksika chegarasini taqaydiganligini bildirdi.
Amerika prezidenti Joe Biden parlamentda Ukrainaga harbiy yordam taklifini o'z ichiga olgan chegara bexatarligi qonun taklif loyihasini tasdiqladi va Amerika Meksika chegarasini taqash masalasida qat'iy irodaga ega ekanligini bildirdi. Biden Janubiy Kaliforniyadagi saylam safarbarligida asosliq kun tartib moddalaridan biri bo'lgan chegara bexatarligi haqida to'xtalib, hukumatning parlamentga sungan chegara bexatarligi qonun taklifi tasdiqlangan ahvolda Amerika Meksika chegarasini darhol taqaydiganligini bildirdi. Biden hukumati palataga sungan qonun taklif loyihasi chegaradan o'tgan qonunsiz ko'chmanlar soni kuniga 5000 dan eshib ketgan ahvolda prezidentga chegarani taqash huquqi berildi ekan. Loyihada chegara bexatarligini saqlaydigan yangi chorlash qismlarini tashkillashga 14 milliard dollar ajratiladigan xamjot planini, qonunsiz ko'chmanlarning rasmiyatlarini tezlashtiradigan xodimlarni ishga elish va munosabatlik uskunlarni setib olishga 110 milliard dollar ajratiladigan xamjot planini tasdiqlash talab qilindi ekan. Chegara bexatarligini saqlash mas'ullari noyabr oyiga selishtirilganda dekabr oyida 31%lik eshish bilan chegaradan o'tgan 250 mingga yaqin qonunsiz ko'chmanni nazoratga olganligini, ba'zi kunlarda chegaradan o'tgan qonunsiz ko'chmanlar sonining 10 mingdan eshib ketganligini bildirgan. Undan boshqa Biden hukumati bilan Cumhuriyetçi Texas shtatining valisi Greg Abbott o'rtasidagi tikanlik sim krizisi davom qilmoqda. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz müşahede ahirlashdi. İnşallah, ayetki programımızı görüşküçe aman bolğaysizlar. Assalamu alaykum ve rahmetullah.